Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli kanalimiz obunachilari. Mana ukaxonda xizmatlari. Xo'p, bugun 13-oktyabr, haftaning yakshanba kuni. Xo'p. Ukaxon bu mana pijama deymi, nima deydi? Ha, shu pijamalaringiz nech puldan? Standartlari 17 mingdan, razmerlari 27 ming. Standartlari 17 ming so'mdan, razmerlari 20 nech pul? 27 ming so'mdan. Hozir aytaylik, mana shu turishi nech puldan mana shu bittasi? 27 ming. Bir donasi 27 ming, ha? Shu 27 ming bersa bitta olib ketaveradimi? Dona yo'q, pachka. Ha, pachka. Pachkada nechta bo'ladi? 15 ta. Ha, eng kami 15 ta olib ketish kerak sizdan. Eng kami 3 ta olib ketsa. Bitta baloyda. Ha, eng kami 3 ta olib ketish kerak. Xullas, mana turishda mana bitta pachkada 3 ta bo'ladi. Ha, tushunarli. Xo'p. Mana kichkina jimparchalarmi nima bu? Nech pul ashtaga o'zi tanishtiring-da endi. Ular 35 mingdan. Qalpaqchasi bor ekan-a? 35 ming so'mdan bu ham pachka sotiladi, yo donaga ham sotasizmi? Yo'q. Donaga ham sotaverasizmi? Donaga nech pul? Donaga 35 ming. Donaga 35 ming. Pachkaga nech pul? 35. Pachkaga ham, donaga ham farqi yo'qiga 35 ming. Mana siz nech pul yangi? Buni ikkinchida turgan. Nima? Ha. Bu ham 35 ming. Bu ham 35 ming. Bir xil. Bu necha yosh bolalarga tushadi? Razmeri nechtalik? Standart. Razmeri standart 4 yosh, 5 yosh bolalarga tushadi. Narigini vadalaskachami nima? Jimparmi bu? Ha. Metrlarga yedi. Nech pul bu? Bu masina 22 ming. 22 ming so'mdan. Ha. O'zi 24 ming. Xo'p. 22 ming so'm hozir bu ham donaga ham sotiladimi? Dona yo'q. Uni qorasi ikkovi bir xil narsa. Rasvetgami bu qorasi? Mana Sparkgacha nech pul kichkina Sparkga? Malami? Ha. 25 ming. 25 ming so'm. Bu necha yoshga tushadi? 6 yosh 7 yosh. 6 yosh, 7 yoshga tushadi deyishyapti. Mana bu Sparkgachani nech puli? 25 ming. 25 ming. Donaga sotiladimi, sotilmaymi? Faqat pachka sotiladi u Sparkga. Qaysi kerak? Xo'p. Ular 27 ming. 27 ming. Dona bermayman. Bu Sparkgangiz pachkada nechta bo'ladi? Standart 22 ming. 10 ta bo'lar ekan. O Sparkga kichkina 5 ta Spark. bo'lar ekan. Ha, o'g'lis 10 ta bo'ladi ekan, 10 ta. standart. 5 ta bo'ladi. Qani bu o'g'lim? Ha, 5 ta bo'larmikan? Ha, 5 ta. 5 ta olish kerak eng kami. Eng kami 3 ta 4 ta bo'laveradi. Ha. Kiydirganimizda 4 ta 5 ta qolib ketadi-da. Ha. Xullas mana o'zlari nima desa biz shuni aytib berib turamiz. Mana kichkina nech pul? Mana jimparmi 25 bu? mingdan. So'mmi? Mana bu qizlarniki 45 ming so'm deyishyapti. O'g'il bolalar ham bor. O'g'il bolalarga xuddi tugmalisi ham bor ekan. Xo'p, mana bu Reebok nech pul bu? 42 ming. 42 ming. Pachkaga sotiladimi? Nimaga sotiladi bu? Pachka bu. Bu pachka faqat. Xo'p, mana trikochalaringiz nech puldan? 12,5, 13,5, 14 ming, 17 ming. 12,5 ming, 14,5 ming. Va kattasi nech pul? Eng kattasi? 17 ming Adidas. 17 ming so'm. Bu ham pachka sotiladimi yo donaga ham sotiladimi? Pachkada 3 ta bo'ladi. Pachkada 3 ta bo'ladi deyapti. Razmer. Nechtalik razmeri bu kattasini? 8-sinfgacha, bular 6-sinfgacha. Onalar Ha. 7 yoshgacha. Yo'qlar standart 6 ming. Bu 6 ming so'mdan bu pachka sotiladi yo dona sotiladi? 10 ta olasizlar ekan eng kamida shundan kerak bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting, o'zi oluvchilar telefon qiladi. O'zlaringiz tushuntirib berasizlar-da. 99lik nomerlari 479 479 1132. 1132 99lik kodi bilan. Telefon qilsalaringiz sizniki. Ha, xullas aloqaga chiqishadi-da mana shular nomeri. Bemalol mana va kichkina kubki nech pul? 30 ming. 30 ming so'm. Hozircha Xo'p, bu mana pijama deymi, nima deydi buni? pijama standart 17 ming. 17 ming so'm. Razmerligi 24 ming. Bular 24 ming so'm. 7 yoshgacha. 7 yoshgacha. Qani. Xullas, Ona istanchani ruslar. Uni birinchi istancha. Qani ishtoncha? Birinchi.
Xo'p, qani? Gapiringda endi o'zingiz mana ishtoncha ekan bu. Nech pul deyapsiz? 14 ming so'mdan ekan mana kichkina ko'kka ishtoncha. Materiali velvet shekliga nima bu materiali? Velvet biladami? Bambuk ekan materiali. Xo'p. Bu ham pachka sotiladi. Nechta pachkada eng kami? Pachkada ikkita. Ikkita ekan pachkada. Mana bungizni ham aytib qo'ying, nechta bu? Black deb qo'ygan. 25 ming tepapas. 20 dona qoldi. Bundan 20 dona qolishibdi. O'zlaring mana telefon nomerlari aytildi, telefon qilasizlar. Shu ukamiz xizmatda xudo xolasa. Bunday qilib qo'yingda, videolarda bunday qilib qo'yasiz ana, shunaqa. Sog' bo'lasizlar do'stlar. Biz katta bozordan ko'rsatyapmiz mana sizlarga o'xshaydi. Bu bozor haftani yakshanba, chorshanba kunlari bo'lyapti. Bozor manzilini so'raganlar bo'lsa, yangi ko'rib turganlar bo'lsa, Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftani shu chorshanba, yakshanba kunlari ertalab 7 da boshlanadi bozor. Aqi odam yo'qib ketguncha bozor bo'laveradi. Sog' bo'lasizlar do'stlar. Xullas oldi mana o'zlaring videoni ko'rib chiqinglar. Keyin telefon qilinglar. Telefon qilib bozorning manzili qayerdaydi? Qaysi kuni bo'ladi demasdan oldin o'zi qisqa video bizniki. Har bitta sotuvchini mahsulotini alohida olib chiqilinyapti. Xo'p. Shunaqa. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 13-oktyabr, haftaning yakshanba kuni 2024-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bu bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftaning chorshanba, yakshanba kunlari ertalab 7:00 da boshlanyapti bozor. To'g'rimi hala? Odam yo'qib ketguncha bo'laveradi bozor, to'g'rimi? Agar odam yaxshi bo'lib, savdo yaxshi bo'lib tursa, o'tiraveradi kechga to'ram. Ayyamasdan gazini bosaverasizlar. Hozir biz mana kichkinachalarni ko'rsatamiz. Bu ishtonchalaringiz nech pul aka? Klientkadan. Ishtonchalar aka 10 mingdan. Shu pachkada 5 ta 50 ming so'm. Ha. Uni ko'ylaklar aka 40 ming so'mdan 3 yoshdan 5 yoshgacha bor. Ko'ylak 3 yoshdan 5 yoshgacha. Ha, 40 ming so'm. 120 ming pachkasi. Ha, buni donasi 40 ming so'm aka. Donasi 40 mingdan. Materiali qanaqa ko'ylakchalardi? Velvet aka. Ha, mana sifatli ekan, to'g'ri. Ha, shu 5 yashadi. Mana ona choklari ham yaxshi. Bunda yuvsa yirtilib ketib, chachilib ketmaymi? Yo'q aka. Bu tozalashdan materiallar. Chunki tijorat bilan shug'ullanaman degan aka-ukalarimiz ham chiqyapti alohida. Bo'lmaydi aka. Bo'ladigan-a sizda? Bo'ladigan shu. Mana kichkina tepasidagi nechi pul mana? Kichkina ko'ylakcha. Bular 25 mingdan aka. 25 ming so'mdan. Siz donaga ham, pachkaga ham sotasizmi? Sotaveraman, donaga ham, pachkaga ham. Turiga qo'yib sotaverasiz? Sotaveraman aka. Qo'llaganiga sotamiz. Xullas mana o'zlaring ko'rib turibsizlar mana. Xo'p, mana ishtoncha ham mana shu eng kami bir pachka sotiladi. Yo bitta dona ham sotaverasizmi? Yo'q, u pachkasi o'zi 5 ta 50 ming pul bo'ladi. 50 ming so'm. Haligi 50 mingtalik puldan bitta bersa, beraverasiz bir pachka. Mana sizlar bitta qog'oz pul berasizlar, kichkinaginacha qog'ozcha, evaziga mana klientkada osilib turgan 5 ta ishtonchani olib ketasizlar mana. 10 ming so'mdan. Bitta yaxshi pampers pul ekanda. Shunaqa aka. Mana ko'ylakchalaringiz o'sha haligi narxdan 40 ming so'mdan. Bu ham 40 ming, men donaga olaman desa ham sotaverasizmi? 40 ming beraman, pachkaga 40 ming beraman. Shunda ikkita 20 mingtalik puldan ikkita berasizlar, tanlab olib ketaverasizlar-a? Tanlab olaveradilar. Razmeri nechtalik dedingiz? Razmerini? 3 yosh, 4 yosh, 5 yoshgacha. 3 yosh, 4 yosh, 5 yoshdagi razmerdagi bola qizchalarga ko'ylakchalar. Mana kichkinacha nima bu mana? Jiletka. Ha, jiletka. U nech pul u jiletka? 20 ming so'm aka. 20 ming so'mdan. Pachkaga nech pul, donaga nech pul? Donaga ham, pachkaga ham 20 mingdan beraveraman aka. Donaga ham, pachkaga ham 20 ming so'm. Mana bu mana qizlarning jimpiri. Xo'p. 15 mingdan mana aka. 15 ming so'mdan. Jiletkalar. Donaga ham, pachkaga ham. Ha, beraveraman aka. Xo'p. Endi mana trikocha deymi, nima deydi bularni? Shu trikochalaringiz nech pul? Brijalar aka. Ha, brija deydi. Qora hibi. Xo'p. 18 ming so'mdan. Qora hibi 18 ming so'mdan. Mana plashobka aka. Plashobka nech pul bular? 15 mingdan aka mana. 15 ming so'mdan. Xo'p. 1-sinfdan 4-sinfgacha razmerlar aka. 1-sinfdan 4-sinfgacha razmerlar ekan.
Mana unisi bor aka. 4 yosh, 5 yosh, 6 yoshgacha 12 ming so'mdan. 12 ming so'mdan. Mana ichi aka nachos mana. Ha, Ichi mana. nachos mana aka. Xo'p. Buni material nomi Zagarda. Ha, Zagarda ekan materiali nomi. Mana kichkina ishtonchangiz necha pul? 7 ming so'mdan. 7 ming so'mdan. A shuni donaga olamansa sotasiz? Sotaman aka, sotaveraman. Donaga ham, pachkaga ham beraman. Donaga ham, pashkaga ham turibga qo'yib sotishaverar ekan mana. Mana tufkachangiz necha pul edi? 20 ming so'm jiletga. Ha, jiletgacha. 20 ming so'mdan. Ha, mana katta xo'jayinlarniki necha puldan? Ular 30 ming so'mdan. 30 ming so'mdan mana. Ana shu tepa pasi 42 ming. Tepa pasi 42 ming so'm ekan mana. Turishi. Manani o'zini 32 ming degansa, to'g'rimi? 30 ming, tepani o'zi 30 ming, pasi 12 ming, 42 ming bo'lyapti. Tepalikni o'zi. Ko'ryapsizlar, mana narxni eshitib ham odamni qo'li qaltirab qoladigan narxlar. Juda arzon narxlar. Tepalikni o'zi 30 ming, pasi 12 ming so'm. Endi sal chang bo'lib qoldi. Ha, bu qoqda shunday. Xo'p. Endi siz telefon nomeringizni ayting endi. Kipkangizga quyosh paneli o'rnashtirib oldingizmi? Ha. Endi quyosh paneliga o'xshayapti-da, yaltillab ko'rinyapti. Aka 95lik. Baqa o'tib turing mana. Mana reallik, hurmatli kuzatuvchilar har xil joydan keladi-da. 91lik, 95lik, 95lik kodi 007 007 76 76 25. 25. Otim Muhammad Ali aka. Ana Muhammad Ali akamiz ekan. Hurmatli kuzatuvchilar, telefon qilib er kerak, xotin kerak deb so'rab yurmanglar. Biz bozordan ko'rsatyapmiz, Xudo xayr bergunlar. Telefon qilib kechasi telefon qilmanglar, kunduzi telefon qilinglar. Mana sizlarga uncha-munchasini do'qi yetmaymi, to'g'rimi aka? Yuzini, hali sotuvchini yuzini ko'rsatishga. Biz mana priyoma endi hozir ko'rib turibman bu akani. O'zi bugun chiqdi aka. Xuddi bir 10 yil oldin tanishganda mana gaplashtiribmiz. Bugun chiqdi. Shunaqa, Kelinglar aka. kunduzi telefon qilinglar, mana narxlarni o'zlaring ko'ryapsizlar. Ha, mana shunday, mana shu Dilnuri tekstilini shunday yonida, mana shu darvozadan, mashadan kirganlaringda ikkinchi qatorda. O'zlaring ko'rib turibsizlar. Gazini bosib o'raveringlar, qarshilarni. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar. Xo'p. Bugun 13-oktyabr, mana Detskiy vodolazkachalar chiqibdi mana. O'zlaring ko'p kishi so'rab turibdi. Bu bozorda aksariyat aka kichkina bozor bo'lib ketdi-da, kichkina bolachalar mahsuloti, ha, Detskiy. Xo'p, nech pul deyapsiz endi? Ha. Ular 7 ming. Xo'p, 2 yoshlar atrofida tushadi. 7 ming so'm deyishyapti, 2 yoshlar atrofida tushadi deyishyapti. Razmeri faqat standartmi? Yo'q, mana bular 4 yoshlar atrofida tushadi. Bular 4 yoshga tushar ekan, shuna 4 yosh atrofida. 8 ming so'm ekan. Siz donaga ham sotasizmi? Donaga ham sotamiz, keyin kelishtirib beramiz ko'proq. Donaga nech pul aka? O'zi ayting-da, mana. O'zi ko'nyapsiz. Donaga ham shu narx. Donaga ham shu narx deyishyapti. Ko'proq olsalaring, ya'ni undan ham arzonroq qilib berishi mumkin. Endi arzonroq ham juda bo'lsa 1000 so'm tushib berishi mumkin. 7 ming, 8 ming. 7 ming, 8 ming so'mdan ekan mana. Yana qaysi bor sizning mahsulotingiz? Nima bor yana? Bizning mahsulotlarimiz endi mana Bular kimniki ular? sizlar bular sherikniki. Egasi yo'qmi hozir? Biliyorlar bular. Abdulhamid aka. Hozir mana sizga mana shu mahsulotlarga kerak bo'lsa, hurmatli kuzatuvchilar, telefon qiladiganlar hozir egasini ko'rsatamiz, keyin nomerini so'raymiz, o'ziga telefon qilaverasizlar. Sizning telefon nomeringiz nechi? 91lik 682 78 78 o'rtoqlar. Ana shu telefon nomeriga kunduzi telefon qilinglar, farosatni ishladim. Kechasi vaqtim telefon qilmanglar, aytib qo'y. Qo'lni ko'tarib televizorga chiqasizlar agar kechasi telefon qilsalar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa, shu aytilgan nomerga telefon qilasizlar. Mana mahsulotlarni endi ko'rsatamiz biz. Qani bu belyukan aka bu? Xo'p, nech pul bo'lyapti aka bular? 62 ming, 61 ming, 48 ming, Ha. 40 ming, 33 ming ketaveradi. 62 ming, 61 ming. Xo'p, 62 ming, 63 ming, eng arzoni nech pulda boshlanadi? 33 ming. Eng arzoni 33 ming. Siz pachkaga ham, donaga ham sotasizmi? Yo'q, pachkaga. Faqat pachka urasiz. Pachkadan nechta? 5 ta. Eng kamida 5 ta olish kerakmi sizdan hozir shunda? Xo'p, materiali, 56. ha, materiali qanaqa bo'lardi?
Materiali bular qovma bular. Ha. Bular nachos deyiladi. Ha, Bular bular-chi? koreyskiy palasa. Koreyskiy palas ekan. O'zingiz ishlab chiqarasizmi yo olib kelib sotasizmi? Rostini aytavering aka. Akam ishlab chiqaradi bularni. Men sotuvchisiman. Ha, akangiz ishlab chiqaradi. Yana telefon nomeringizni aytasiz aka. 93lik. 93lik ekan. 274 50 70. 374 50 70. 50 70 ash telefon nomeriga kunduzi telefon qilasizlar. Xudo xayr bergunlar. Hop, Bahodirmi? Ha, Bahodir tekstil. O'shani mana ko'rsatib qo'yamiz mana. Boraman. Bebozor kuni kechalar ham shunday nima qilib yuborasizlarda, nima deydi? Mana shu odamni ko'ryapsizlarmi? Mana shu katta xo'jayin, eng katta. Shuning uchun o'ylab telefon qilinglar deyapman. Mana Bahodir tekstil. Ha, ichki kiyimlar ham bor ekan mana, tursuklar bor ekan mana. Kechanda jonli efirda ham so'rab turgan edi ko'p kishi, tursuklar bormi ekan deb. Yangi uylangan kuyov bolalarga ham bor. O'lim to'shagida yotgan odamlarga ham tushaydigani bormi aka? Katta razmerdagisi, ana, hammasidan bor, a? Necha bo'lyapti? Ayting. Bu donaga 5000. Hop, ko'rinib gapiringda, ha. Pachkaga 4,5 Pashka 4,5 ming so'm, donaga 5 ming so'm. Shunaqami? Bu tursukda o'zlaringiz ishlab chiqaryapsizlarmi? Ishlab chiqaramiz. Bambuk material. Bambuk materialdan aka Sabasi mana. ham bor. Razmeri ham xilma-xil, xohlagan razmerda chiqarib beraverasiz. Hammasidan chiqarib. Bez razmer odamlar ham bo'lishi mumkin-da, shuning uchun aytib qo'yilyapti, ha. Bu necha pul edi bu nimani? Belinoz Futbolkalar futbolkami bu? 12 ming so'm. 12 ming so'm. Pachkaga. Bu ham 48-56 gacha juda. Qashqada 48 dan 56 gacha deyishyapti razmerda. Mana Bahodir tekstil. Xo'p, 305 B blok. Mana Ichkarida futbolkalar ham bor turida. ichkarida futbolka ham bor deyishyapti. Mana hurmatli kuzatuvchilar, xo'p. 11 ming so'mdan. Maykalar 7 ming. Maykalar 7 ming so'm, mana oq futbolkalar. Pachkaga qilib beramiz. Siz faqat pachka sotasiz? Ha. O'zingizga